Savollar beraman, javob berasiz. Xo'p. Necha kun bo'ldi? Aha. Xo'p. Avvaldan qattiq ovqatlanganingiz og'rirmidi? Yo'q. Oching qanog'ingizni. Bo'ldi. Ocholmayapsiz. O'sha og'riydi-da. Ocholmayapsiz. Xo'p. Tishlar qachon olingan? Tishlar qachon tuzatilgan? Qachondan boshlab tushish boshlangan tishlar? Necha yoshdan? Tishlaringiz ketishni boshladi, to'g'rimi? Undan keyin o'rtada qancha vaqt o'tgandan keyin tish qo'ydirdingiz? 21 yoshimda birinchi tishimni shunda qo'ydirganman. Men aytgan holatda pauzada jag'ib ushlaysiz. Tushuntira oldimmi? Yana bitta og'zingizni ochishga harakat qiling. Bo'ldi, yoping. Endi og'riq bo'lgancha oching. Tushunyapsizmi? Hozir og'riq sezilgandan to'xtatasiz, qani? Aha, ishlang. Xo'p. Telefoningiz qo'lingizda yo'qmi? Navbatdagi bemorimiz X balandligi pasayib ketgandan yillar o'tib orqaga qarab ketgan hamda yuqori qismiga bo'g'im kapsulasining yuqori qismiga siljish bo'lgan, ham orqaga ham yuqori qismiga. Shuning uchun disk ko'proq oldi tomonga o'tib qolib, belaminar zona ezilyapti. O'sha narsani tirnasi og'riq bormi? Yo'qmi og'riq? Yerdachi? Bormi? Mana bu yerda. 40 minutdan keyin ochiladi, og'riqsiz. Faqat parazinaga 40 minut ruxsat berib turish kerak. Xo'p. Muolajamiz yakuniga yetdi. 40 minut o'tdi. Patsientimiz og'zini ochgani qo'rqib turgandi. Endi hozir og'zini bemalol ochish kerak xudo xolasa. Bor deydi. Yerda bor. Oching. Mana shunday. Ay, молодец. Endi og'riq tush boshlayapti, sekin. Все. Xursandchilik bormi? Og'riq qoldi. Bo'yni ketib ortgan bo'lsangiz, mencha videoga ham tushgan. Ushlagan vaqtim tortib yuboryapti dedi. Yuzini o'qotyapti dedi. Hozir hammasi joyida. Oching. Katta oching. Qo'rqmang, oching. Yoping. Yana xuddi oldinga chiqadi. Yo'q, sirazi yopolmang. Oldinga chiqing. Xo'p, ana shu oching. Oching masini. Ha, og'riq yo'q. Yaxshi. Oldinga chiqadi, joyiga. Bu ana shu holatiga. Xo'p, og'riqlar yo'q, ochganingizda, to'g'rimi? Xuddi mana shuni ochib yopasiz, qani? Aksini oching. Ha, bemalol shashliklarga yesa bo'ladi, ha? Qani? Xo'p, yopasiz. Xo'p. Opa, xursandmisiz? Hech xursandchiligingiz sezilmayapti. Daqiqalik praktika o'tdi, undan og'riqlardan qutuldi. Oradan 5 kundan keyin apparatlar tayyor bo'ldi. Apparat tayyor bo'lguncha ham og'riq yana boshlandi. O'zi aslida boshlanmasi kerak edi. Xo'p. Endi biz apparatlarni tayyor qildik va patsientimizga taqamiz. Qani? Katta ochasiz. Qani? Siling. Oldinga chiqing. Hoppa, huzur qildim. Huzur bo'ldimi? Yaxshi. Siling. Yaxshi holatda ishlaysiz. Patsientimizni umumiy holati. Xo'p, darjani oldinga chiqing. Oching. Katta oching. Sekin o'zini holida yoping. O'zini holida oldinga chiqarmang. Ko'rsating.